Assalomu alaykum aziz birodarlar. Qaymoqchilik bo'lakanlar, xush kelibsizlar. Mana hozir bir haftacha bo'lib qoldi. Shu boshidan go'nglarimiz yangi ovqatlar berib, mana shunday mana qora setkalari tayyor bego'misini sutdan yopib, setkani sutdan yangi ovqat berganimizda bir haftacha bo'lib qoldi. Hozir mana shom payti pashti kirib qoldi. Qorong'i tushmasin deb suvda hali sep bo'lganim yo'q, videoga olishga qaror qildim. Mana shu yerda o'rtadasi mana baland joyda bego'misimiz tayyor. Qancha kerak bo'lsa, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bioreaktorimiz bor. Uni uzunligi 32 metr. Har qaysisini eni 6 metrdan qancha kerak bo'lsa yetkazib bera olamiz inshaalloh. Aloqaga chiqaverasizlar. U yoqlarda ham hammasi mana tayyor. Inshaalloh oladigan tonnalaringizga qarab narxini kelishaveramiz. Mana shu ahvolda mana bioreaktorlarimiz. Mana shu yer mana 12 seton yer maydonida aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi hozirda tayyor. Xudo xohlasa zakaz bo'lsa, qurtlarimiz ham o'sha pashti mana hozir ko'rsataman. Ajralib bo'laverdi. Xudo xohlasa aloqada bo'laverasizlar. Endi bu yerda bo'lsa, xudo xohlasa qurt ko'rsatamiz. Bu yerdan ko'rmadim. Mana bu yerdan boshidan ko'rib qolaylik. Setkalarimiz ham o'zi mana shu ahvol mana. Qurtlarimiz mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu setkadan tepaga уже o'tyapti hammasi. Qurt, bego'miz qancha kerak bo'lsa cheklanmagan miqdorda olaveramiz. Endi mana bu yerlarda ham inshaalloh qurtlar bor mana. Hozir kameraga tushmagani bilan bugun beri suv sepilmadi hali, endi sepaman. Mana o'zi bilinib ham turibdi. Mana bu bilan mana unga sepilmagan. Hammalaringizga omad. Nomerlarimiz mana shu videoning tepasida bo'ladi. Kimga bego'miz, qurt, Kaliforniya yomg'ir chuvalchanglari kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Inshaalloh aloqadamiz. Cheklanmagan miqdorda yetkazib berishga sharoit qilaveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammalaringiz Alloh panohida bo'linglar. Omad ishlaringizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Doim aloqadamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.